Yevropaning zapret ko'chalarida yurish mazzada bor-ku. Buni ko'ringlar, it yotmas joyga mana men o'sha keyingi ikkinchimi, 3-palasaga chiqib ketdim. Shu burilishim kerak. Men yuklaydigan joyga 200 metr qolgan. Mana zapret o'sha yashilda yozib qo'yilgan. Zapret ko'chasiga yuryapman. Bu yerda ko'ryapsizlar, piyoda odam, zo'rg'a ikkita odam bir-biridan siqib o'tib ketadigan yo'lda, yo'lchada, trotuarda o'tib ketaman. Pasti 90% mana shunaqa shaharning ichidan yukib beradi. Qiynalib yotamiz keyin. O'sha abort qilsa bo'lardi. Bekor tug'ildim. Men o'zi shunaqa qiynalib yuraman. Uyda, bu yerda nolib yuramiz keyin mana shunaqa. Mana shunaqa ahvolda, men aytdim 10 ga kirishim kerak ekan. Hop, men aytdim 10 ga kirishim kerak ekan chala. Pizdez bor-ku, вообще. Представить, короче, deb buyog'iga ruschasiga olaylikman, nozik bolalarga o'xshab. O, ana kampirchani qaranglar, hayron. Voy. Mana shu Hegelbau marketiga men yuklash uchun keldim. Bittadan qanaqa qilib yuklayman men hali bilmayman. O'zimcha kelyapman xullas. Taxminaniga yurdim mana shu yerda. LKV deb yozib qo'ydi, 10 ga bosamiz.